Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga Amerikadagi maktabni bir kunim ko'rsataman. Ertalab soat 6:50 da avtobus keladi. Keyin maktabga 7 da kiramiz. Keyin zavtrak 7 dan 10 dan 7 dan 25 gacha zavtrak qila olamiz. Undan keyin 7:30 da birinchi darsim, art darsim boshlanadi. Unda bizda oxirgi proyektimiz bu kraskalar bilan ishlash proyekti bo'ldi. Hamma qilgan narsalarimni olib, keyin ikkinchi darsimga kirdim. Ikkinchi darsim bu algebra. Algebrada video ko'rish mumkin emas, shuning uchun ozroq video ko'rdim. Keyin 3-darsim study hallga bordim. Study hallda hech nima qilmaymiz, prosta o'tiramiz. 4-darsim ham xuddi o'sha sinfda bo'ladi. 4-darsim bu biologiya. Undan so'ng 5-darsim istoriyaga bordim. Istoriyada bugun shu narsalarni faqat to'ldirdik. Keyin 6-darsim bu ingliz tili. Ingliz tilida bugun oson kun bo'ldi. Hech qanaqa qiyin narsa qildirmadi ustozim. Keyin 6-darsdan keyin zo'rg'a lunchga yetib oldim. Chunki bizda 4 xil lunch bo'ladi. Lunch A, lunch B, lunch C, lunch D. Meniki oxirgisi. Men o'zimga har doim lunch olib kelaman. Qizlar bugun pitsa yeyishdi. Lunchdan so'ng o'rtog'im bilan 7-darsimizga bordik. Bugun 7-darsimizda narkotik iste'mol qilgan odamlar kelib, o'z hayotlari haqida bizga gapirib berishdi. 2 dan 15 da maktab tugadi. Shu bilan men 2:30 da uyda bo'laman. Hammaga xayr, ko'rganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat.